Salom, ishlar qanday Jaju? Nima gaplar olamda? Hamma yoq tinch. Hammasi yaxshi. Sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, nima ekan? Bu yerga kelishdan oldin bir vazifani bajargansan, to'g'rimi? Bu vazifa juda ham qiyin bo'lgan edi. Juda ham qiyin. Mayli. Yaxshisi buni eslamaganimiz ma'qul. Mening bir doktor tanishim bor. O'sha doktor tanishim anchadan beri ko'rinmay qoldi. Bu doktor birozgina shubhali edi. O'sha doktorning qandaydir amaliyotlariga men bir guvoh bo'lganman. U haligacha menga u haqida hech kimga gapirmasligimni iltimos qilgan edi. Bu doktor albatta hozirgi kunda hech kimga xavf solmayapti degan umiddaman. Bu doktor birozgina xavfliroq ko'rinar edi. Mayli unut. Yaxshisi bu haqida gaplashmaylik. Bu haqida gapirishni to'g'risi xohlamayman. Bu mening qorong'u o'tmishimga bog'liq. Bu haqida gapirgan sarim qalbim eziladi. O'zimga ham yoqmaydi. Yaxshisi ishimizni qilaylik. Mayli. Alo. Salom, mening mushugim yo'qolib qoldi. Iltimos, mushugimni topib bering. Bu xonim oldin ham qo'ng'iroq qilgan. Uning mushug'i oldin tug'ilgan xonadonga qochib ketar edi. O'sha xonadonga borib, u mushug'ni yana topib keltirishim kerak. Va men o'sha mushug'ning yashash turar joyiga keldim. Qo'ng'iroq qilib, xonimga mushug'ini o'zi olib borishini aytgandim. Kis, shu yerdamisan, momonqvoy? Shu yerdamisan? Topdimmi seni axiri? Qani kel o'zimga. Bu yerda nimaning hidi? Yo'q, xudoyim, axir bu jasad-ku. Kutilmagan holat. Yo'q, endi nima qilamiz? Jin ursin, bu yerda nimalar bo'ldi? Bu yerda nima qilyapmiz? Qanday tushib qoldik? Boshim juda qattiq og'riyapti. O'zingizga keldingizmi, Bilol? O'zimga keldim. Bu yerga qanday kelib qolganimizni bilmaysizmi? Yo'q, men ham hayronman. Ammo bu yerda antena ham, telefon ham hattoki ishlamayapti. Mayli, bir yo'lini topamiz. Kim bor? Hech kim yo'q bu yerda. Boyadan beri chaqiryapman, ammo hech kim kelmayapti. Qiziq, bu yerda bizni ushlab turish kimga kerak bo'ldi ekan? Axir bizning dushmanlarimiz ham bo'lmasa, biz talabalarimiz-ku axir. Bu yerga kelishdan oldin menga qandaydir xat kelgan edi. Bu xatda bazm bo'ladigan joyning manzili bor va menga bunday bazmlar juda ham yoqadi. Men o'sha manzilga borganimda siz ham o'sha yerda edingiz. Sizni mehmondorchilikka taklif qildim, ammo bizni mehmondorchilikka chaqirgan odamni esa hech qayerdan topa olmagan edik. U yerda siz va men edik. Tanishgandik, bir-birimizga vino viskilardan ulashgandik. Ulardan ichgan zahotimiz hech narsani esla olmayman. Hushimizdan ketdik va bu yerdamiz. Qiziq, mana bu eshikning ortida nima bor? Bu yer juda shubhali. Allo, kim bor? Zimiston ekan bu yerlar. Jin ursin, nima bu? Sizlarda mening hech qanday qasdim yo'q. Ammo sizlarni men mana shu yerga chaqirishimdan asosiy maqsadim men shu qarshingizdagi maxluqning ochilmagan qirralarini tekshirib ko'rmoqchiman. U mana shu ventilyator ovozlari bilan to'xtashi bilan sizlarga hujum qiladi va sizlarni o'ldirishini kuzatmoqchiman. Siz hech qanday ayb ish qilmagansiz. Shunchaki mening laboratoriyamdasiz. Bu murda kimniki ekan? Qiziq. Xonim, mana sizning mushugingiz. Alo.
Men Jajuman. Men mushukni qidirib yurgan edim va Sultonoboddagi tashlandi kulbadan. U yerda odam yashamaydi. Murdaning topdim. U murda kimniki ekanligiga juda qiziqyapman. Qanday qilib u yerga borganini ham bilishimiz kerak. Jaju, sen o'sha murda topilgan joyga bor va yaxshilab kuzat. U yerda sen nimalarni topasan va qanday qilib murda u yerga kelib qolgan. Xo'p bo'ladi, xonim. Bu kulbada men taniydigan doktor yashagan-ku axir. Salom, men ba'zi bir ishlarni kuzatmoqchiman. Ha. Mana men kuzatmoqchi bo'lgan hujjatlar. Bu hujjatlarda barcha dalillar bor va u yerda kimlar yashagan va hozirgi kunda kimlar yashirincha yashab kelmoqda. Bu ma'lumotlarni biz albatta bilamiz. Hoy, bu nima? Axir bu kamera-ku, bizni kimdir kuzatib turibdi. Hey, iltimos hazilni yig'ishtiring. Hey, Jasur, nega bunday qilyapsan, ha? Axir ismimiz ham bir-biriga o'xshash. Axir bu yerda ayol kishi bor-ku. Uyasam o'ltiraman seni qarab tur. Jaju, ey, iltimos menga yordam beringlar. Iltimos o'lishni xohlamayman. Mana bu maxluq juda ham meni qo'rqityapti. Iltimos menga yordam ber, Jaju. Oy, bo'ynlarim. Oy, janob, nima qilyapsiz? Janob, unday qilmang. Sizga nima yomonlik qilgandik biz? Mana bu maxluq u qimirlashni boshladi. Ko'rinish ham juda xunuk ekan. Iltimos meni qo'yib yuboring. Iltimos. Yo'q. Bu juda ham ayanchli holat. Ammo sizlarda bunday azob yo'q. Sizlarga yengilrog'ini beraman. Yo'q, xudoyim, bu yerdan ketishni xohlayman. Ha, ketamiz, qo'rqma, yoningda men borman. Mana bu bokni ichida nimadir borga o'xshaydi. Yo'q. Bu axir o'sha Jasurning jasadi. Ay ablah, nima qilmoqchisan sen? Janob, sizdan so'ramoqchi edim. Oldin bu yerlarda bir doktor yashar edi, esingizda bo'lsa. U har xil tajribalar qilardi. Ha, eslayman, bu doktorni kim ham unutardi? Axir u eng ahmoq edi. Menga o'sha doktorni ayting, qayerda ekanligini hoziroq bilishim kerak. Faqat uni siz bilishingizni aytishdi menga. Ha, bilaman. U eski tashlandiq laboratoriyada hozir faoliyat yurityapti. Sen uni o'sha yerdan topishing mumkin. Rahmat sizga, janob. Ammo menga haqqimni bermaysanmi? Axir senga uni qayerdaligini aytdim-ku. Janob, telefoningiz tushib ketdi. Men albatta sizga haqqingizni beraman. Avval o'sha doktorni qo'lga olay. Keyin sizni o'zim rozi qilaman. Ha, mayli, mana shu yerda kutaman. Ha, o'sha yigit ish qilib rost gapirgan bo'lsin. Naqadar qiyin bizning ishlarimiz. Men avvaliga doktorning uyini tekshirishim kerak. Nimandir toparman balkim. Mana bu kiyimning cho'ntagida qandaydir cheklar bor. Mana bu cheklar bir-biriga tushmayapti. Ammo ular nega bu qadar katta summada kimga o'tkazma qildi ekan? Ha, doktor, sizda yana bir ish bor. Oldin ham sizdan shubhalanar edim. O'sha payt yo'q, bu axir mening suratim. Biz o'sha eski laboratoriyaga borib qolganimiz esimda. O'sha paytlar men juda ham yosh edim.
va men do'stimga ham aytmagan edim bu sirni. Balkim ular aynan o'sha yerda. Ha. Jaju. Buni qara. Hoy, yordam beringlar. Iltimos, iltimos, yolvoraman, bizni qo'yib yuboringlar. Iltimos. U kelyapti. Naqadar xunuk, jirkanch. Yolvoraman, o'lishni xohlamayman. Bu shilliqurt sakrar ekan. Yo'q. Ha, bu yerda yana bir mashina bor. Hoy, kim bor bu yerda? Ha, doktor, sizni topdimmi? Oy, senmisan? Bu yerda nima qilyapsan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Men bu yerda ish faoliyatimni yurityapman. Turlicha kashfiyotlar amalga oshiryapman. Xalqqa manfaatim tegishini xohlayman. Ha, aytgancha sen bu yerga qanday topib kelding meni? Bir paytlar sen tufayli bu yerdagi qilayotgan ishlarimni yetkiza olmagan edim oxiriga. Endi ham yana sen xalaqit qilmoqchimisan? Ha, chunki siz shubhali va xavfli odamsiz. Psixsiz. Sen mening orzularimni qayerdan ham bilar eding? Axir sen shunchaki bir politsiyachisan xolos. Sen kabilar mening orzularimni, izlanishlarimni, mening mehnatlarimni qadrlamaysizlar. Shu sababli ham bu yerlarda bekinib ish qilyapmiz. Ammo senga ishontirib aytaman, bu yerda hech qanday yomon ishlar qilmadim. Men o'rmonda yurgan paytimda ko'l bo'yida kiyikni so'rib bitirgan shilliqurtga ko'zim tushgan edi. Bu shilliqurt meni ham payqab qolgan edi. Bor kuchim bilan qochishimga to'g'ri keldi. Men bor kuchim bilan qochgandim. O'sha shilliqurt juda ham tezkor edi. Men kutmagan edim bunday qilib yugurishini yoki sakrab menga yetib olishini. Men jonimni qo'limga olganimcha yugurardim. Nafasim tiqilib, oxiri mana shu laboratoriyaga keldim va cho'ntagimda tuz bor edi. Tuzni uning yuziga sachdim. Ustki tomoniga sachganim endi u sirazi g'ujanak bo'ldi va uyquga ketdi. Vaqtdan foydalanib, uni men kashfiyotimga aylantirdim. Uni ustida haligacha ishlayapman. Iltimos, meni bu izlanishlarimni oxiriga yetkazishimga yo'l qo'yib ber. Evaziga senga xohlaganingcha pul beraman. Istasang, senga mana shu kashfiyotimni ko'rsataman. Bu juda ham olamshumul kashfiyot bo'ladi. Butun dunyo bizlarni tan oladi. Ishon. Senga ishontirib gapiraman. Men ikkita o'spirin bolaga xat yubordim va ularni chaqirdim. Ularning ichkiliklariga dori qo'shdim. Ular dorini ichgan zahoti ularni bu yerga olib keldim. Ular juda ham xavfli va qonunbuzarlarning farzandlari. Ularni ham o'ldirish kerak. Ammo meni bu qilmishimni bir qorovul ko'rib qoldi. Qorovulni esa gumdon qilishga to'g'ri keldi. Ammo o'sha qorovulni murdasini sen topishing hayolimga ham kelmagan edi va mening yerto'lamdan. Ha, hammasi bir-biriga mos. Bu sizning ishingiz ekanligini o'sha zahotiyoq tushungandim. Xo'sh, endi meni nima qilmoqchisan? Xo'sh, o'ldirasanmi? Yo'q, hozircha o'sha bolalarni qutqarish kerak. Mana shu bolalar mana shu quduqning ichida. Mana shu chuqurga tushar ekansan, sen ularni topasan. Ha, sen ana endi chuqurning tubidan ularni ista. Ular kabi halok bo'l. Yo'q, men qochishim kerak bu yerdan. Jin ursin, ablah, nega senga ishondim? Bu yerda kim bor? Kim bor deyapman? Kimdir bormi? Alo, komandir, men sizga koordinatalarni tashlayman. Bu yerga tezlik bilan maxfiy xizmatlarni yuboring. Bu yerda shubhali narsalar juda ham ko'p. Ha, jin ursin, mana shu yerda ekansan. Ha, yo'q,
U onlayn holatda turibdi. U hozir tirik, qutqarishim kerak. Xonim, siz shu yerdamisiz? Ha, men shu yerdaman. Iltimos, bizni qutqaring. O'sha dastaklarni tortsam, balkim shilla qurt tinchlanib qolar. Yo'q, o'lishni xohlamayman. Xohlamayman, iltimos. Ablah, qani endi yoshligim qaytsa-ya. Bu yer hozir juda ham xavfli. Tezroq qochmasam, albatta halokatga duchor bo'laman. Oh, yo'q. Yo'q. Menga nimadir yo'q. Xonim, yaxshimisiz? Ha. Qanday achinarli holat. Salom. Balki endi aytarsan hammasini. Ha, bir kun bo'shab qolsam, barchasini senga aytib beraman, boshdan oxirigacha. O'sha doktorni ham topishimiz kerak. U ablahni bu safar qo'ldan boy bermaymiz. U qayoqqa qochdi ekan? Ablah mana shu tomonga qochgan. Qarang, dorilarning idishi bor. Bu yerda nimadir bo'lganmi? Qanday qilib yer yorilib ketgani bo'lishi mumkin? Dorilar esa bu yerda yerning ustida qolib ketgan. Qiziq. Bular juda ham shubhali holat. Bu yerda ko'lmak ham bor edi, ammo ko'lmak yo'q. Salom. Biz uni topolmadik. Yaramas. Qayoqqa qochdi? Bu safar ham qochdi. Nima, yer tagiga kirib ketdimi? Bu yer qanday joy? Qanday qilib kelib qoldim bu yerga? Hech narsani esla olmayapman. Bu yer ost saltanatimi? Yo'q, xudoyim, axir bu dinozavrlar qirilib bitilgan edi-ku. Qochishim kerak. Yo'q. Oh. Xayriyat, yumshoqqina tushdimi? Yopishib qoldim. Yordam beringlar, yordam. Yo'q.